Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'ayibona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz ayollarda uchraydigan surunkali sistit kasali haqida suhbatlashamiz. Shunaqa bizga murojaat qiladigan ayollarda surunkali sistit bilan ko'p yillar mobaynida davolanib shifo topolmayapman, manda surunkali sistit bor degan bemorlarimiz ko'plab uchraydi. Allohning qudratiyle bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimiz tabiiy giyohlari, siroplari, malhamlari yordamida surunkali sistitga shifosi bor. Mana 5 yil bo'ldi, 10 yil oldu, 15 yil bo'ldi. Surunkali sistit bilan qiynalib yuribman. Davolanib lechinam tugagandan keyin yana boshlab ketadi shunaqa holat. Sistitim qo'zib ketadi degan, qiynalib yuribman, juda ham shifo topolmay degan bemorlarimiz ko'plab uchraydi. Allohning qudratiyle tabiiy giyohlarimiz, sirop, malhamlarimiz yordamida surunkali sistit kasalligiga shifosi bor. Qanchadan qancha minglagan ayol kishilarimiz davolanib hozirgi kunda sog'lom. Allohning qudrati ila 30 yillik ish faoliyatimiz. Mana 1-oktyabrda 31 yilga qaraydi ish faoliyatimiz. Xudo xolasa Allohning qudrati ila har bir dardni beradigan Alloh, darmonini ham beradigan Alloh. Faqat biz sababchimiz. Allohning qudrati ila tayyorlab bemorlarga o'rtada Alloh bilan bemor o'rtasidagi vositachimiz, tayyorlab beruvchi vositachimiz. Xudo xolasa Allohning qudrati ila shu tabiiy giyohlarimiz, siroplarimiz yordamida shifosi bor. Dard berganiga ham darmonini ham berib qo'yibdi. Faqat o'rnida biz aytgandek qilib bemorlarimiz iste'mol qilsa kifoya. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bossanglar, shunchalik savobga ega bo'lasizlar. Oldingi efirlarda aytib o'tganimdek, bitta laykingiz bilan muborak Allohning uyida, ro'za Ramazon oyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Bunaqa savobga pul dunyo bilan erishish qiyin narsa. Shuning uchun layklaringizni bosaveringlar. Xudo xolasa savobga ega bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb tilab qolaman.